Bugun siz bilan rus tilini oson va qiziqarli o'rganamiz. Я гулял в парке. Bog'da sayr qildim. O'g'il bolalar гулял deydi, qizlar esa гуляла. Я смотрел фильмы, seriалы. O'g'il bolalar смотрел deydi, qizlar esa смотрела. Я занимался спортом. Sport bilan shug'ullandim. O'g'il bolalar занимался deydi, qizlar esa занималась. К сожалению, я работал. Afsuski, men ishladim. O'g'il bolalar работал deydi, qizlar esa работала. Что ты делал на выходных? Sen dam olish kunlari nima qilding? O'g'il bolalarga делал, qizlarga esa делала deb savol beriladi. Где ты был? O'g'il bolalarga был, qizlarga esa была. Qayerda eding? Ты хорошо отдохнул? O'g'il bolaga savol beriladi, qizlarga esa ты хорошо отдохнула. Yaxshi dam oldingmi? Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.